Barchangizga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Stebek. Do'stlar, bugungi videoda men topor, kirka, lopatka va qilich ketmonni birlashtirib uskuna yasamoqchiman. Ya'ni uskunaning nomi gibrid uskuna deb ataladi. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, biz boshladik. Xo'p do'stlar, men bitta ajoyib mod o'rnatganman. Hozir sizlarga buni ko'rsataman. Daraxtni tagini chopsam, hamma daxlay qilib ketadi. What? Nima? Mod ishlamadi. Yo, uxlatishdi meni. Yo, seriously, mod ishlamayapti do'stlar, nimaga? Yog'och bolta qilganda ishlardi. Hozir tekshirib ko'ramiz va yog'ochli topor ajoyib. Mana endi ishlarni ko'ramiz hozir va ishladi. Wow, ko'rasizlarmi do'stlar? Qanday aqlli bo'laman. Mana do'stlar. Ajoyib mod ishladi. Xo'p, endi bo'lsa biz mana shu daraxtlarni ekib qo'yamiz. Ajoyib, let's go. Endi bo'lsa versakdan o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni yasab olaman. Ozgina tayoqcha va endi yasaymiz hammasini. Ketdik. Gibridni yog'och versiyasini yasaymiz. Buning ham yog'ochli, toshli, temirli, oltinlik, olmosli, neziritli versiyalari bor. Mana qanday ko'rinadi yog'ochli gibrid. Endi bo'lsa hozir buni tekshirib ko'ramiz. Ko'rasizlarmi? Temir bor ekan. Ajoyib, let's go. Bu yerni qazib olamiz. Menga hozircha 3 tash kerak. 3 tagina. Bo'ldi, endi versakni shu yerga qo'yib qo'ysam. Bitta toshli kerka yasab olaman va katta tosh qazishgan. Ajoyib, taxminan shuncha tosh yetadi. Endi bo'lsa gibridni toshli versiyaga kuchaytiramiz. Buning uchun bizga ketmoni, qilichi va lopatkasi kerak. Bo'ldi, bam. Endi bo'lsa toshli versiyasini yasaymiz. Buni qanday qo'yishni qizig'i yo'q ekan. Xohlagan joyiga qo'yib tashlasak ham bo'lar ekan. Va badam. Va sizlarni o'zi srazi toshga o'tib ketdik. Mana qanday ko'rinadi bu. Endi bo'lsa tepadan chiqib boyagi temirni olsam ham bo'ladi. Bu yerni sinab tashlamiz. Aytgancha lopatka ham bo'ladi. Shuning uchun qor to'pchalar tushyapti. Bu yerda nechta temir bor ko'ramiz. Menimcha ishda. Yon atrofda faqat qorlik, boshqa hech narsa ko'ringani yo'q. Nima bor? Yo'q, kon bor ekan. Let's go. Keng kon ekan. Katta kon ekan. Shurga versakni qo'yib qo'yamiz. Endi o'sha bitta pechka yasab, bitta dona temirni yasab olsam bo'ladi. Bitta dona temir nimaga deb so'rashingiz mumkin. Nimaga bo'lardi? Qalqonga. Konga tushgandan keyin albatta zombilar bo'ladi. Zombilardan himoya qilishning eng yaxshi yo'li bu qalqon. Kim bilmasin. Xo'p, bo'ldi, endi bo'lsa bitta qalqon yasab olamiz. Taxminan ajoyib bo'ldi. Let's go. Endi bo'lsa bu qalqonni chap qo'limizda ushlab olamiz va versakni sindirib ketdik. Men suvga tushib olsam ajoyib bo'ladi. Va suvga tushib oldim. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Bu yerda temir va 3 ta. Albatta 3 ta bo'ladi. Boshqa nechta bo'lsin? Bo'ldi, seriyasini yashamiz. Bu yerda ko'mir ham bor ekan. Ajoyib. Boya aytgansizlar, daraxtni sindirganim bu rudalarda ham ishlash kerak. Nega ishlamayapti bilmayman.
Qara, rosa ishlamayapti. What the fuck? Nahotki rudalaga ishlamasa? Bilmadim, u yerda temir ham bor ekan. Let's go. What? Nima otdi? Yaramas to'nka skret ko'rdingmi? Yaramas. Buni qanday o'ldiraman? Mana to'nkam. Bo'l tushib ketdi pastga. Manimcha tegmaydi. Blok olib olamiz va qor to'playdiramiz. Senga buyamkan. What? 5 ta qor to'pchasi qolibdi. Chiqsa yo'q, hammasini o'tib Mana shu yerni olib qo'ysak chiqa olmaydi. Endi bo'lsa temirlarni obishni tezroq qazib olishim kerak. Eng muhimi xotirjam qazib olsam bo'ladi. Menimcha skret kelmasa kerak. Temir ham qolmadi bu yerda. Endi mana shu pastlikka qarab tushib ketsam, nechta temir bo'ldi? 10 ta temir bo'libdi. Let's go. Yaramas to'nka bor turgan ekan, snaypercha. Hop, bu yerda nima bor? Menimcha bu gibrid tufayli qazimayapti. Hozir bitta toshli kelka yasab ko'ramiz. Agar shunda qazsa, demak gibridga ishlamar ekan. Qani u qazidi. Ha do'stlar, demak bu gibridga ishlamas ekan, qolganlarga ishlaydi. Ketdik. What the fuck, bir to'pik ekan-ku. Meni uxlatishda yaramas to'nkalar. What? Muncha uchish o'tkir buni. Yo, bitta jonim qoldi. Bayağı joyga qaytib keldim. Yo, yaramas to'nka creeper. Portlay qol yaramas. Ajoyib, portlab bo'ldi. Bu yerda nimalar bor? Temir qazib olamiz. Nechta temir bo'lib ketdi bunda. Просто bu narsa. Bu yerda ham temir bor ekan, buni ham qazib olamiz. Ajoyib. Yo, bu yerda temir koni ekan, bu yer. Bu yerda juda ham ko'p ekan. Hop, endi o'zimga kichik bazacha qurib olishim kerak. Bazachani qayerdan qurishni o'ylashim kerak. Mana shu yerni yopib qo'ysam, yaramas zombilar kira olmaydi. Tavakkal mana shu tomonga qarab ketamiz. Qani bu yerda nimalar bor? Bir to'da qor to'pchalar bo'lib ketdi. Narsani to'lib ketmasa bo'ldi. Yo, bu yerda yana temir bor ekan. Let's go, ko'rasizlarmi? Qanday temirni topish yo'lini bilish kerak-da, birosa. Bu yerda juda ham ko'p temirlar bor ekan. Mana shu ko'mirni ham qazib olsak, juda ham ko'p optlar va juda ham ko'p temirlar. To'g'ri, ko'mirlar, adashib ketdim. Shundan kichik bazacha qurib turamiz vaqtinchalikka. Bu yerda ko'mir o'rniga yog'och qolmadi. Shu toshni qazib olib tashlasam, musullarni tashlab yuborishim kerak. Inventorim juda ham to'lib ketdi. Endi bo'lsa inventorimni taxlab olaman. Bu yoqda tursa. Yana yo'q bo'lamiz. Men pechkaga yaramas to'nka yog'ochlarni yoqib yotibman. Necha mayli chiqsa yo'q. Do'stlar, xullas men go'sht olib keldim. Bilasizlar, qonim ochildi. Ammo sizlarga ko'rinmadi, ya'ni buni videoda bilan qilib tashladim. Shunga majbur bo'ldim. Xullas, men to'g'ri narsalarga umiddaman.
Va hozir bitta kravat yasab olamiz. Ajoyib. Yomon xarob o'tadi. To'g'ri. Hop, bu kravatni o'zimizdan olib ketamiz. Vau! Qarang, nechta temir bo'libdi. Let's go. Yana bitta pechka yasab olsam, bu ovqat uchun bo'ladi. Endi bo'lsa bu yoqqa ovqatni qo'y. What the fuck, menda ko'mir bor ekan. Nahotki hech qachon ko'rmagan bo'lsam, yog'ochlarni yoqib yotibman. Bu yerda ham yog'ochni olib qo'yamiz. Yog'och juda ham kerak hali menga. Temirli narsalargacha kuchayamiz. Ya'ni gibridni temir versiyasiga ko'taramiz. O'zimga kerak bo'ladigan narsalarni bitta-bitta craft qilib olaman. Lapatka va bitta qilich. Bo'ldi. Endi bo'lsa bularni inventarga tiqamiz. To'g'roq. Versakka. Bam! Ajoyib. Ko'ryapsizlarmi, o'zi srazi temirga ko'tarib tashladim. Bu ortiqcha temirga bitta o'zimga chest play yasab olsam ham bo'ladi. Mana bu kirkani tashlab olish kerak, bu kirkani avratdi. Bunu chest play aytgancha chiqadi. Endi bo'lsa bitta temir kirka. Bam, bo'ldi. To'g'risini zerikib ketdim. Bu go'sht pishibdi, bu go'shtni olib qo'yamiz, buni yeymiz. Juda ham jon, o'zi bitta jon bilan yuribman. Yarim soatda berib bitta jon bilan yuribdim. Yatakni olamiz. Yatakni olganimizdan so'ng yana joy qo'yib qo'yamiz. Bam. O'zimga bitta oyoq kiyim yasab olsam bo'ladi. Temirli oyoq kiyim qanday yasaladi? Mana bunday bo'ldi. Let's go. Ajoyib. To'g'risini yomon zerikdim. Bitta joyda o'tirsang Minecraft uncha qiziqarli bo'lmas ekan. Sayohatga chiqib mazza qilib yurishga hech narsa yetmaydi. To'g'risini aytsam. Bu yerda yana ko'mir bor ekan. Nima bo'lyapti? Yaramas to'nka zombi bolasi. O'lib. What the fuck? Nima bo'ldi? Yaramas qalqonim bor edi-ku mani. Da temirlam qolib ketdi. Ostop boraman, yaramas to'nka zombi chanaqasi bo'ladi. Shikasga yo'qolishga aytsang, mana yaramas to'nka zombicha. O'lib ketdi yaramas. O'ldirib turasizlarmi? Men qaytib keldim. Bo'ldi. Bu yerdan ketmasam bo'lmaydi. Juda parakat joy ekan bu yer. Shuni pishsin. Yastagini qo'yamiz. Bitta o'zimga shim yasab olsam bo'ldi. Bu yerdan aniq ketaman. To'g'risini juda ham zerikib ketdim. Bo'ldi. Bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Versakni ham olamiz. Gibrid bilan sindirsak ajoyib, juda ham tez bo'ladi. Shuni tikka tushib ketamiz. Bironta kon kerak menga. Bu yerda ko'mirlar juda ham ko'p ekan. Yo'q, bor ekan. Sekkinchi olamiz. Yo, biroz zombilar kelyapti. Zombilar armiyasi.
Bitta kelaring, hammangni yo'q tashlayman. Yo, yaramas tonka. Uchrasi bir bo'lib ketdi. Yo, sekin tonkalar o'lib qolaman, yaramas. O bittasini uxlatdim. Yana bittasini uxlatdim. Bitta bo'ldi. Bu ham ketdi. O, yaramas creeper. Yana zombi kelyapti. Bu yerda spawner yo'q, yaramas tonkalarni. Bu yerda temir bor ekan. Menga temir muhim emas. Atrofni o'rab tashlamasam bo'lmaydi. Hech nimani qasib olishim kerak. Bu temirni qasib olaman. Oldin bu yerni yopib qo'ysam. O, bitta temir bor ekan. Yana sekin chiqib ketsam bo'ladimi? Yo, ho. Skelet bor ekan. Bu yoqqa kelasan hozir tonka. Davay birga. O'lib qoldi. Yo, yaramas yana creeper. Yaxshi qo'ymasam. Bu yorug'lik. Bu yerlarda nimalar bor? Yana tonka creeper. Yo'q, qichli zombi kelyapti. Birga bir urishasan, shirlar bor ekan. Sekin orqaga chekinmasam bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin, yarmog'is ham kelyapti. Sekin blok qo'yib chiqib ketmasam bo'lmaydi. Yo, birov o'lib qoldim. Xo'sh do'stlar, bu videoning birinchi qismi bo'ladi. Ikkinchi qismi mana shu videoga attiga 10 ta like yig'ib berganlaringdan keyin chiqadi. Hozircha sizlarga xayr, keyingi videolar ko'rishguncha sizlar bilan men Sebek bo'ldi. Hozircha bu gibridni 3 ta versiyaga ko'tara oldik. Yog'ochli, toshli va temirlik. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Sebek bo'ldi. Hammaga rahmat. Tez orada ko'rishamiz.